Assalomu alaykum hurmatli qishloqdoshlar, yurtdoshlar. Do'stlar, mana bilasizlar, mana shu yerga mana otaxon boshliq bo'yicha mana ko'prik qilgan edik. Ko'prik ishlari o'zi tugagan. Mana odamlar o'zi mana bemalol o'tib foydalanyapti. Mana past binamiz, dehqon xo'jaligi yerlarimiz bor. Odamlar shu yerdan o'tib mollari bormi, mana ishlari bormi, shu yerdan bemalol o'tkazib hozir mana foydalanyaptik. Do'stlar, bizda bu yerga mana bitta ishimiz qolgan. Mana shu poyez yo'lni ruxsatnomasi, shartnomasini mana otaxon berganman dedi. Shu yerga endi kamroq bizning mablag'imiz yetmayapti. Shu mablag' taraflama bir 8000 somon kerak bo'lyapti dedi otaxon aytadi. Shu yerda mana qishloqdoshlar, Rossiyaga ko'rib turgan birodarlar, mana shu yerga qancha bo'lsa, misol 10 somon bo'ladimi, 100 so'm bo'ladimi, qo'llaringizdan kelgancha qancha bo'lsa, mana shu yerga hissalaringizni qo'shingizlar. Mana shu oxirgi ishimiz mana shu yerda poyez yo'lda rabochilarni olib kelib, mana shu yerga otaxon mana chekalari nima bu beton bo'ladi-da bu yerlar, ha? Mana poyez yo'lda o'rtasida, relsni o'rtasini beton qilib, chekalarga znaklarni qo'yib, xudo xolasa buni keyin znaklar qo'yib bo'lgandan keyin o'zimiz nega shuyonka olib kelamiz, tekislab chiroyli qilib buni yerlarni bir kengaytirib, xudo xolasa juda ajoyib qilamiz. Bizda endi ishimiz mana shu yerga do'stlar, shuning uchun bizda ishimiz hozircha to'xtab qolgan. Dokument ishlari yaqindan o'zi bizga xabar keldiki, o'sha 8000 somon pul kerak bo'layapti, shuni biz yetib bersak, tamom, keyin dokument topib kelganimizdan keyin qolgan ishlarni ham qilamiz. Shu bilan ishlarimiz o'z nihoyasiga yetadi. Qishloqdoshlar, sizlardan iltimos, shu yerga hissalaringizni qo'shingizlar, hammalaringiz. Assalomu alaykum yaxshilar. Mana ko'rib turibsizlar, yaxshi insonlar bu borligi uchun mana ko'prigimiz soz bo'ldi. Mana xalq foydalanyapti bemalol. Qanchadan qancha odamlar, ayollar, qizlar, bolalar, mol-u hol hammasi yerdan o'tyapti. Mana foydalanyapti. Alloh rozi bo'lsin. Shu ko'prikka kim hissa qo'shgan bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, faqatgina bizda bitta ishimiz qoldiki, shu ham bo'lsa mana poyez yo'l xodimlari bilan biz shartnomamiz bor. Biz shartnoma pulini berishimiz kerak. Shuni kamroq pulimiz yetmayapti. Shuni pulini bersak, ular ham o'zini ishini bajarib beradi. Bemalol keyin mashin bilan ham traktorga ishingiz bo'ladimi? Nima bo'lsa, любой odam xolagancha, xolagan ishini o'tib, mashina bilanmi, traktor bilanmi bajaraveradi. Iltimos, agar qo'llaringizdan kelsa, imkonlaringiz bo'lsa, yordam qilingizlar. Yaxshilikni mukofoti yaxshilik. Inshaalloh bu ishlaringiz qiyomat kunlarga o'zlaringizga hamroh bo'ladi. Bu ishlaringizni mukofotini Alloh beradi inshaalloh. Qo'llaringizdan kelsa yordam qilingizlar. Hammalaringizga rahmat. Ko'prik qurilishi ishlari yakuniga yetmoqda. Ey saxovatli insonlar, sizlarni yana bir xayrli ishga chorlaymiz. Yaxshilik qilishdan hech qachon charchaman. Alloh taolo qilgan ehsonlaringizni qabul qilib, sizlardan rozi bo'lsin. Ko'prik qurilishi ishlari yakuniga yetmoqda. Hey saxovatli insonlar, sizlarni yana bir xayrli ishga chorlaymiz.
Yaxshilik qilishdan hech qachon charchaman. Alloh taolo qilgan ehsonlaringizni qabul qiling, sizlardan rozi bo'lsin. Ko'prik qo'yilishi ishlari yakuniga yetmoqda. Ey saxovatli insonlar, sizlarni yana bir xayri